Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugun siz bilan o'zbek jadid adabiyotining yorqin yulduzi, ma'rifatparvar yozuvchi Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani haqida so'z yuritamiz. Roman o'zbek adabiyotidagi ilk tarixiy roman bo'lib, unda 19-asr Qo'qon xonligi davridagi ijtimoiy hayot, urf-odatlar va inson taqdiri chuqur tasvirlangan. Asar markazida Otabek va Kumush muhabbati turadi. Otabek yangilik tarafdori, bilimli va adolatparvar yigit. U jamiyatdagi eski qarashlar va adolatsizliklarga qarshi turadi. Asarning markaziy qahramonlaridan yana biri Kumush bo'lib, u go'zal, oqila va sabrli ayol sifatida tasvirlanadi. Uning Otabekka bo'lgan muhabbat va sadoqati asarning eng yorug' jihatlaridan biridir. Biroq jamiyatdagi eski an'analar, ayniqsa ko'p xotinlik odati ularning baxtiga to'siq bo'ladi. Otabekning onasi O'zbekoyimning talabiga ko'ra Zaynabga uylanishi oilada adovat va hasadni kuchaytiradi. Zaynabning rashki va fitnalari oqibatida Kumush halok bo'ladi. Bu fojia nafaqat 2 yoshning, balki butun bir oilaning tinchini yo'q qiladi. Asar orqali muallif quyidagi g'oyalarni ilgari suradi. O'tgan kunlar bu faqat muhabbat tarixi emas, ijtimoiy tarixiy romandir. Asarning asosiy g'oyasi jamiyatni isloh qilish va eski tuzumni tanqid qilishdir. Muallif asar orqali xalqni uyg'onishga, yangilanishga va adolatli jamiyat qurishga chorlaydi. O'tgan kunlar romanining ma'no-mundarija doirasi nihoyatda keng. Unda xilma-xil insoniy taqdirlar, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, axloqiy, oilaviy, ishqiy muammolar qalamga olingan. Biroq ular orasida yurtning taqdiri alohida ajralib turadi. Asarning bosh qahramonlari Otabek va Yusufbek hojilar shu yurt farovonligi yo'lida hayotini, jonini tikkan fidoyi kishilardir. O'tgan kunlar romanidagi asosiy obrazlarni eslab qolish uchun ular tabiati, ichki va tashqi dunyosi tasviriga e'tibor qaratish lozim. Shu o'rinda ba'zi timsollarga to'xtalib o'tamiz. Yusufbek hoji, Toshkentning hokimining yaqin maslahatchisi, xalq, el-yurt manfaatini o'ylaydigan fidoyi shaxs. Romanda tarixiy voqealar adibning Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotiga tegishli qarashlar Yusufbek hoji obrazi orqali beriladi. Otabek timsoli og'ir tabiatlik, ulug' gavdali, ko'rkam va oq yuzlik, kelishgan qora ko'zlik, qora qoshlik, endigina murti sabz urgan bir yigit romanning bosh qahramoni savdogar Yusufbek hojining o'g'li. Asardagi barcha voqealar Otabek bilan bog'liq ravishda yuz beradi. Asar nihoyasida Otabekning Toshkentdan bosh olib Marg'ilonga ketishi, keyinchalik Turkiston o'lkasining Avliyoota mavzesida Chor Rossiyasi bosqiniga qarshi kurashda qahramonlarcha shahid bo'lganligi, o'g'li Yodgorning marg'ilonlik bobosi qo'lida tarbiya topganligi bilan yakunlanadi. Xullas, ushbu asar ishq-muhabbat bobida yosh qarini birdek qiziqtiradigan asar hisoblanadi. Agar siz O'tgan kunlar romanini o'qigan bo'lsangiz, yana o'qishni, o'qimagan bo'lsangiz, o'qishni tavsiya etamiz.